Assalomu alaykum, yaxshilar, yaxshimisizlar? Yurak bezovta bo'lib bemor murojaat qiluvdilar. Bizlarning tomirda bo'yin kirib ketayotgan tomirlarni do'ppi qilayotgan paytimizda buqoq bezlarini ham ko'rib qo'ydik bonusga. U yerda mana biz 15 ga 15 bo'lgan tugun topdik. Juda ham katta tugun hisoblanadi va albatta nafaqat yurakka, butun organizmga ta'sir qiladi buqoq bezi. Ko'p odamlar bunga e'tibor berishmaydi. Odatda shu tekshirilmaydi bu narsa. Biz ham shu paqqosdan ko'rib ko'raylik deb ko'rganimizda chiqib qolgan narsa mana. Agar topilmasa shu qiynalib nima bo'lyapti deb yurishaveradi bular. Shuning uchun albatta bir qandaydir shikoyatingiz bo'lsa yuragiga boshqasi, albatta buqoqni ham nazarda tuting, chetda qolib ketmasin. Sog' bo'lin, salomat bo'lin, videoga bitta like bosing. Oddiy o'zingizda tekshiradigan narsa, bezi yozon tekshiruv.